Menimcha beri kosmetologiya borish oralig'ida terimni uyda parvarish qilish qulay usulini qidirayotgan edim. Bugun sizlarga uy sharoitida ultratovushli yuz tozalash qilish mumkin bo'lgan qurilmani ko'rsataman. Bu ultratovushli skraber ham uyda foydalanish ham mutaxassislar uchun mos. Ultratovushli tozalash bu zamonaviy usul bo'lib, ultratovush tebranishlari yordamida teridagi oliq hujaylarni, qir va yog'larni muloyim tozalaydi. Terini qiyingi parvarish uchun tayyorlaydi. Bu qurilma kimlar uchun mos? Agar sizni qora nuqtalar, kengaygan teshikchalar, xiralashgan yuz rangi yoki notekis teri bezovta qilsa yoki shunchaki teringizni doim toza saqlamoqchi bo'lsangiz, bu qurilma sizga juda yaxshi yordam beradi. Lekin ishlatishdan oldin albatta qarshi ko'rsatmalar bilan tanishing. Masalan, yurak stimulyatori bo'lsa, yuzda ochiq yara yoki kuchli yallig'lanish bo'lsa, ishlov beriladigan joyda metall implantlar bo'lsa, epilepsiya yoki qon ivishi bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, qurilmadan foydalanish tavsiya etilmaydi. Ishni boshlashdan oldin skraberning metall qismini antiseptik bilan tozalang. Qurilmani yog'ish uchun quvvat tugmasini taxminan 3 soniya bosib turing. Qurilma bitta tugma orqali boshqariladi va to'rtta rejimga ega. Peel bu ultratovushli tozalashning asosiy rejimi. Tozalash aynan shu rejimdan boshlanadi. Avval terini yaxshilab namlang. Metall qismini teriga taxminan 30-45 daraja burchak ustida tuting va massaj chiziqlari bo'lib yuzning markazidan chetiga qarab sekin harakatlantiring. Bir joyda uzoq ushlab turmang. Teri butun jarayon davomida nam bo'lib turishiga e'tibor bering. Bu rejimda 5-10 daqiqa ishlating. Keyingi rejim cleaning. Bu rejim terini yanada muloyim tozalash va pil rejimdan keyin tozalanishni yakunlash uchun ishlatiladi. Yana nam terida foydalaning. Skraberni yengil burchak ostida ushlab, massaj chiziqlari bo'lib sekin harakatlantiring. Ayniqsa kengaygan toshikchalarga e'tibor bering. Davomiyligi 3-5 daqiqa. Keyingi rejim Iron Plus. Teriga tonik yoki maxsus o'tkazuvchi losyon suriting. Skraberning old tomonini teriga qaratib, yuz bo'ylab massaj chiziqlari bo'yicha sekin harakatlantiring. Qurilmaga qattiq bosmang. Bu rejim tozalash jarayonini yakunlashga yordam beradi. Va oxirgi rejim Iron Minus. Bu mening eng yoqtirgan rejimim. Tozalashdan keyin teriga suv asosidagi serum yoki gel suriting. Skraberni xuddi oldingidek ushlab, massaj chiziqlari bo'ylab sekin harakatlantiring. Bu rejim parvarish vositalarining teri yuzasiga yaxshiroq taqsimlanishga va foydali tarkibiy qismlarning terining yuqori qatlamlariga yaxshiroq singishiga yordam beradi. Menga eng yoqadigan tomoni shundaki, endi terimni uyda ham oson parvarish qila olaman. Bu tez, qulay va kundalik parvarishning bir qismiga aylanishi mumkin. Agar siz ham uy sharoitida teri parvarish yanada samaraliroq qilishni istasangiz, ushbu ultratovushli skraberni Uzu Market orqali yoki bizning Instagram sahifamizdan xarid qilishingiz mumkin.